Davor aka, rostdan 30 ming dollar bersa 2026 ga 26 Zikr 9X olib kelib berasizlarmi? Nafaqat olib kelib beramiz aka va 1 yillik ofitsialniy garantiya beramiz. Reduktoriga ham. Demak 30 ming dollar boshdan to'laydi, qolganini 1 oyda ichida avtomobil keladi, 80 ming to'laydi, opshi 110 mingga 2026 Zikr 9X tushyapti, shunda to'g'rimi? Xuddi shunday aka. Mana Zikr 9X larni 2026 kuzovini kutyapsizmi aka? Bir emas 5 ta tayyorlab qo'yganmiz. Noyabrda pul to'langan mashinalar Xarguzga yetib keldi. Bilasizlar, 2026 kuzovi Xitoyda o'zida ham juda ham katta ochiladi. Mashinalar 1 yil kafolati bilan beriladi. 110 ming dollarga Patklüch Ultra 70 kilovatlik lagan diska, 2 talik monitor, 7 kilovatlik zaryadniki ham bor. Faqat mana bu xiromligi 115 ming, 5 ming dollar qimmat FR diskalarda. O'zbekiston o'ziga firmaga pul to'laysiz, hech qanday Xitoyga pul to'lamaysiz, 1 so'm naqdda to'lamaysiz. Hammasini через bank qonuniy bo'ladi. Men o'zim turib beraman. Menga qanday ishonsangiz, mana shunday xohlasangiz pulni o'zimga olib bering, farqi yo'q. Xohlasangiz shot beramiz, to'laysiz, 1 oyda ichida keladi. O'zingiz pul tikib olib keltirasiz. Endi bizning o'zimizda ozgina uslugamiz bor. O'sha uslugani qo'shganda 110 mingga 115 ming. Bir dona mana bu qorasidan bor, qolgani hammasi 70 kilovatlik. Akalar 110 mingga 115 ming. 2026 ga 26 maza qilib haydaysiz. Bitta qiziqib ko'ring, agar bu narxdan arzon topsangiz, biz ham qilib bera olamiz, lekin bu narxga menimcha qilib bera olmasa kerak. Yana ham bilmadim, endi birovda bozorni buzish niyatimiz yo'q, lekin biz noyabrda pul to'langan mashinaga mana shunaqa narx beryapmiz. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqam qo'yaman. Baraka qilib olinglar. Xitoy Avto bilan birgalikda hamkorlik tuzganmiz. Mana shu mashinalarni olib kelib sizlarga topshiramiz. Bosinglar.